Hurmatli hamyurtlar, xorijiy mamlakatlarda ish bor, oyiga 5000 yevro pul topish mumkin degan taklif, reklamalarga duch kelsangiz, hushyor bo'ling. Bu tuzoq bo'lishi mumkin. Ko'pchilik Yevropada ishlashni, yaxshi pul topishni orzu qiladi, lekin har bitta orzu aniq reja va qonunga asoslansagina muammolarsiz amalga oshadi. Shuning uchun xorijga mutaxassislar bilan maslahatlashib, qonuniy yo'llar bilan borishga harakat qiling. Chunki qonuniy migratsiya sizga xavfsizlik va huquqlar himoyasi kafolatini beradi. Balki xorijga bormasdan yurtimizning o'zida muvaffaqiyatga erishish yo'llarini o'ylab ko'rarsiz. Buning uchun mamlakatimizda barcha shart-sharoitlar, imkoniyatlar yaratilgan. Noqonuniy migratsiya eng xavfli yo'l. O'zingizni va yaqin insonlaringizni xavfga qo'ymang.